Akalarim, o'zimni oligarxlarim, mana biz tomonidan sizlar uchun va'da qilingan, o'z hamkorlarimizga va'da qilingan avtomobillarimizni olib kelib qo'ydik. Ko'rishingiz mumkin. 5 ta Cobalt, 5 ta Damas va 5 ta Labo'lar bo'ladi akalar. Mana 2025-yil tugab, 26-yilga ham o'tyapmiz va bizlar bilan shu 25-yilda 6 oy davomida kutgan vaqtimiz ham yetib keldi. Bizlar bilan ishlab kelayotgan hamkorlarimizga kattakon rahmat demoqchiman. Xudo xolisa, mana sizlarning yutug'inglarni, ya'ni 5 ta Damas, 5 ta Cobalt, 5 ta Labo'larni olib kelib qo'yganmiz. Glavniy prizlarimiz ham xudo xolisa tayyorgarchilik davomida. Men nima demoqchiman akalar, biz bilan ishlaganingiz uchun sizlarga kattakon rahmat. Xudo xolisa, bundan keyin ham birga mana shunaqa ishlab yurishlar nasib qilsin. Hammaga rahmat. Bilasizlar, Sima avtostarda yengillik tugab qolmaydi hech qachon. Kanalga podpiska bosib qo'yishni ham unutmanglar. Hamma hamkorlarimizni yaxshi ko'ramiz va sizlar bilan ishlayotganimizdan xursandmiz akalar.